Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yakub Elamonov 9-mahalladamiz. Joy sotiladi 80 sotiklik uyimizni ko'rsatamiz aziz. Jami yer maydoni 80 sotik. Videoni oxirida Iqbol to'yxona yoniga kirib kelamiz ekan, shu manzilni cho'tki tushuntirib o'tib ketaman. Videoni ko'rishda davom qilinglar. Shu yo'limiz shu uyni o'zine отдельный yo'l yani. Shundan girib borladim bedayna yanından o'sha boshqa birovlarning uyine boradigan yo'l o'tib turibdi. Bu o'zi uchun отдельный yo'l qurilgan. Shu o'zini shaxsiy yo'li bilan girib boriladi. Shundan boshlangan. Yani shunday yetgan. Mevalar deysizlarmi, daraxtlar deysizlarmi, dacha. Dacha hisobida bo'lsam bo'laveradi, olib qo'yaman degan odam bo'lsa, bu yerni endi shu yere qiziqadigan, ekib foydalanadigan, mevalardan sotib, ekib foydalanib biladigan odam olsa dum zo'r mesda. Hatsizimiz katta. Jami yer maydonimiz 80 sotik yer, 80. Kattalik shu daraja. Bahası sırası videonun cho'zib o'tmikda bahasini aytdik mana $47,000. Gerek adam telefon etinglar, shu uyni egasi aytib turibdi, oladigan odam, konkretni oladigan odam telefon etsam, mayda chuyda telefon etib o'tirmasinlar, ya'ni ko'ru ichki qisqan odam telefon etmasin dedi. $43,000 chiqib qo'yibdilar uyni, sotilmay turibdi. 47,000dan ozgina tushib beriladigan yeri bor. Shunday ketgan bu. Uyni devarak aylanib. Xatarından nukulariklar, meyvelerini aytadigan bo'lsak, 1-2 milyonluk sattığımda qolganini kokarik etib tashladim deb turibdi. Что kokarik qimmat ketib turibdi. Tem более nukularikniki. Odamlara yolg'on bo'lishi mumkin dedi. Shundan aytavering dedim. Nima desam, jida, yani shunday jidalik bana. 27 milyonluk jida sattım bu yıl dedi. Bu yıl mı? İşte şu jida sezonunda kaçan pişadi o. Shunday ketgan. 27 milyonluk jida, yani bu territoriyasına qaramay kattaligini. Shunday aylangan jidalar deyib. Uyni yaxshi kengiraman endi bir qator shu. Nani ko'rsating. Arka taraflardan 80 sotik. Pulu shunda 47,000dan kelishamiz. 60 50 60 70% dini pulunu bersanglar qolganini через notarius duraman 1 yilgacha deb turibdi. Shunday ketgan-ku shalan endi, to'g'rimi? O qo'y qo'ralarim sizniki, to'g'rimi? Polni isti shona ketgan. Hamma yeri 80 sotikdan keyin endi salkam 1 gektar yerda, bu 30 qara bu. Shonam ketgan endi. Shunday aylangan. Telefon nomeri ekranda, uy egasida yozib qo'yaman. Uyimiz shifrlangan. Adam yashab o'tirgan uy. No, savol javoblar bo'lsa shu uyning egasine telefon urasalar, hammasini cho'tga etib tushuntiradi hammasini. Kimga kerak bo'lsa, uy olaman deb bilganlar. Bu yerdan aylanib kiramiz endi. 43 mingdan chiqib qo'yibdilar, bermaganlar. 43 mingdan yaqindan kelib Xorazmchilar so'rab ketgan. Bolari bakadon adamlar so'rab ketgan, qarang. Nere ishlatsa bo'ladi bunday vajlarni. Shunga to'g'ri keladigan nesta ekanda. Bilman necha ming kutib bolari bakadon, shunday shu sohada ishlaydigan og'alarimizga so'rabdi mana, lekin u baho berilman deb turibdi. Bu baho beriladigan joy emas. 47 mingdan ozgina o'tib beraman deb turibdi. Uyni ichini ham ko'rsating. Bismillah. Kirganimiz katta dalan deymizmi, no deymiz, hol deymizmi? Pol patolog ishlangan. Adam yashab turgan uy. To'g'riga kelsak, oshxona. Katta oshxonasi. Gaz plitalar, hamma narsasi qoladi. Hamma narsa qoladi. Hech narsa kutilmaydi, to'g'rimi? Kutarib yurishma yo'q. Endi hamma narsasi bo'ldi, shu uyning ichida novo'z bo'lsa, ko'rib turgan vaqtingiz qoladi. Mebeli, boshqasi sotilib ketadi boshliq. Katta ayvon. Katta koridordan endi yana bir xonaga o'tamiz ekan. Spalni katta olingan xonalar. Uy egasida bas qo'yibman. Telefon urasalar, kamiz kumisi, men xato aytgan yerlarim bo'lsa, bemalol telefon urib turib so'rlashsanglar tushuntirib aytaman mesela. Novi kamisi bo'lsa. Bu yerdan endi yana chiqib ketadigan tarafga işte. Toza havada, приrodada. Yine shunday joy sotib qo'yildi.
kim joylamanda bilgan bo'lsa tashlab qo'yasalar, katta yeri bilan qarab bilgan odam bo'lsa-ku, dim chot kelmasdi. Shunday videorolik bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Manzilni shu Iqbol to'yxonani orientir qilib aytsak bo'ladi, Iqbol to'yxona. Mana bu doğrudan kelsak 4 yildan kelamiz. Bozor 4 yil bozor tarafdan kelib turib, shunday chap aylanib, shu yo'l bilan kiramiz.